Assalomu alaykum. Bizni kuzatib turgan akalar, xudo xolasa mana keyingi zakazlarimizni ham mana o'rnatib, joy-joyga o'rnatib bo'ldik. Bu eshik-romlarimizni Namangan viloyati Norin tog'a? Norin tumaniga o'rnatdik. Kelib turasiz. Xo'p, mana holatlarni ko'rishingiz mumkin. NDF eshigimiz bu eshigimiz Norin tumaniga o'rnatdik. Xudo xolasa mana doimgidek zamoylari bor, rezinkalari, zamoylari original zamok. Bu safargi zakazimiz ichkariga daborlarni ham qilib berdik. Hozir ko'rsatamiz. Mana bu taraflarda daborlari bor. Tepada narsalarga ko'kak gulimiz bor hisobiga tepasiga qilmadik. Bu tarafda tekis holatda bo'ldi. Bu tarafdagi romiz mana daborlar bilan podrobonliklari bo'ldi. Doğrusu qo'ldan kelgancha spalta qilib berdi deb o'ylaymiz. Kimga shunaqa yog'och eshiklar bo'ladimi, NDF eshiklar bo'ladimi, bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Bizning manzil Andijon viloyati Buloqboshi tumani Usta Iqboljon. Telefon nomerlarimiz 90lik 549 7401. Holatlarni ham ko'rishingiz mumkin, ochib yopishdan. Hop. Materialga kelsak, materialimiz eko material, laklari matvi lak sepilgan, daborlari arnalichka. Hop, oynalarimiz mana shtabi bo'lgan. Hop, o'rtasiga o'rnatilgan mana o'rtagan gullari, rezinkasi bor. Kimga shunaqa eshik-rom kerak bo'lsa, bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Eshigimizni orqa ko'rinish. Hop, yana bir bor bizning manzil Andijon viloyati Buloqboshi tumani Usta Iqboljon. Kanalimizda yangi mehmon bo'lib kuzatib turgan akalar bo'lsa, obuna bo'lish tugmachasini bosib qo'ysalar, xudo xolasa ishlarimiz keyinroq tarqaladi. Kimga shunaqa sifatli eshik-rom kerak bo'lsa, bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Yana bir bor telefon nomerlarimiz 90lik 549 7401 Usta Iqboljon. Bizning manzil Andijon viloyati Buloqboshi tumani. Bemalol Telegram, WhatsApp, email orqali ham murojaat qilishingiz mumkin. Hammalarga e'tibor uchun rahmat. Sog' salomat bo'lasizlar.